Aybek aka, boshqalardan nov taraflama ustunman deb o'ylaysiz. Arifjon uka, boshqalardan bizning ustun bo'lish niyatimiz yo'q. Lekin boshqalardan kam bo'lmagan holda biz hozir komanda yig'ilganmiz. Hozir biz toza ish boshlag'animiz hisobına 2-3 oy davomida sezilarli darajada boshqalarga qaraganda arzon qo'yib qo'yibmiz. Ha, xizmatni. Xizmatimizni arzon qo'yib qo'yibmiz. Sado Vibes DJ komandasida nechadan odam ishlaydi? Biz o'zi aslında komandada ko'pchilikmiz, lekin standart komandada boshlang'ichida 6 odam bo'lib boshlaymiz. Lekin har bir to'ychida zakaz tushishine nisbatan, xizmat qo'shilishine nisbatan komandamiz ko'payib boraveradi. 10 bo'ladi, 15 bo'ladi, 20 bo'lib boraveradi. Ha, buni aytasiz iminingdan shunda. Pulga qarab odam ko'payib boraveradi. Pulga hozir masalan standart bo'lsa, ko'p odam komfort tanlaydi. Odamni o'zining to'yda komfort o'tiring deb aytsa, komandamizni ko'paytirib boraveramiz. Odamlarga qo'ldan kelgancha komfort yaratib beramiz to'yda. Lekin standart komandaning o'zida ham san'atkorlari bor, raqqasalari bor. Standart komandanın özündən hammasi bor. Masalan, gelin to'y bo'ladigan bo'lsa, обязательно shart boradi. Gelin to'yda artistlari boradi, o'yinchilari boradi, diktorlari boradi. Geçtem shu komanda keladi, i qo'shimcha DJ, i qo'shimcha xizmatlarimiz ham bor. Podarkasini. Ha, podarkasini boshqa xizmatlarim. Havo. Odamlar DJ tanlagan vaqtda ko'proq novlarga e'tibor etadilar. Birinchi puluna. Birinchi pulni e'tibor etadi. Keyin sifatini e'tibor etiladi. Sifatini. To'yda nishik tartibda sifatli o'tirilishini. Ko'p odamlar shu DJga qaragan, DJni chaqirgan vaqtda DJski pultini, galavaga, zalivaga, o'sha sveta muzikalarga, kolonkasini, tutun berishini e'tibor etiladi. To'yni o'tirish tartibini, birinchi davrasini, ikkinchi davrasini, uchinchi davrasini odamlarning chekimiz komfort yaratib bersak, shunchaklam yaxshi bo'ladi. Bizada ana shu galava, zaliva, tutun chiqaradigan sveta muzika hammasi bor bizada. To'ylaringiz bo'lsa, bemalol chaqirishlaringiz mumkin. Sado Vibe DJ komandasini to'ylaringizda bemalol chiqarishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Hammangiz yaxshi kuningizda xizmatdamiz.